Zo'r TV, Humo milliy to'lov tizimi hamda Centrum Air taqdim etadi. Zo'r Telegramning omadli sayohat loyihasini tomosha qilyapsiz. Ayni damda biz Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga uchmoqdamiz. Centrum Air'ning A320 samolyotida parvoz qilyapmiz. Samolyotni ko'rib turganingizdek juda ham keng, sifatli va qulay. Undan tashqari siz samolyotga chiqqaningizdan so'ng Centrum Air'ning preview jurnalini, yangi chiqqan nashr etilgan sonni ko'rishingiz mumkin. Bu jurnalda Toshkentda va chet elda qanaqa chiroyli restoranlar, sizga qulay lokatsiyalar hammasi yozib qoldirilgan. Nafaqat samolyotda, balki aeroportda yoki shahar markazidagi barcha ofislarda ham topishingiz mumkin. Jurnal nimaga oq rangda deyishingiz mumkin. Muqovasi hech narsa yo'q, lekin Centrum Air yozuvi bor. Oq bu poklik, tinchlik ramzi. Shuning uchun Centrumning yangi jurnali oq rangda chiqqan. Centrum Air bilan siz sayohatlar markazidasiz. Har doim Centrum tanlang va qulay parvozga ega bo'ling. Biz hozir Germaniyaning Berlin shahridamiz. Aslida davlatdamiz desak ham bo'ladi. Hozir nega? Davlat ichidagi davlatda. Davlat ichidagi davlatdamiz. Va ko'rib turgan joyingiz Berlinning tashrif qog'ozi. Ayni yuragida turibmiz. Bu haqda ma'lumotni esa bugungi dasturimizda menga hamroh bo'ladigan sayohatchi bloger desak ham bo'ladi. Chunki Germaniya hayotini tubdan yaxshilab, faol tarzda ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelayotgan Behruziy akamiz bo'ladilar. Rahmat. Biz hozir Germaniyaning eng ko'p va eng katta turistlar oqimi keladigan Brandenburg eshigini oldida turibmiz. Ana emotsiya joyini aytavermayman. Emotsiya joyini aytmasangiz bo'lmaydi. Men yuragim boshqacha urib ketdi. Men bu joyga kelganda har safar ichim boshqacha bo'lib ketadi. Sababi nimaga? Chunki turli xil faktlarda turlicha keladi. Ya'ni 80 millionga yaqin odamlarning yostig'ini quritgan Ikkinchi jahon urushi aynan mana shu yerda tugagan. Aynan mana shu yerda dunyo Ikkinchi jahon urushini oxirgi kunlarini mana shu yerda o'tkazgan va bu yerda katta siyosiy qarorlar qabul qilingan. Dunyo siyosatini, dunyoning tarixini, insoniyatni, demokratiyaga bo'lgan muhabbatini qo'shib yuborgan joy mana shu yer. Bu yerda mana shu tarixiy sabablarga ko'ra o'sha katta davlatlarning elchixonalar aynan mana shu yerda saqlab qolingan. Mana bu yerda Amerika elchixonasi, mana bu tarafda Fransiyaning elchixonasi. Bu o'sha yana tarixiy sabablarga borib taqaladi. Ya'ni Berlinni 4 ga bo'lib olishgan. Demak, biz bu yerni bemalol g'alaba maydoni deb aytsak ham bo'ladi. Bu yerga ega bo'ladi. Demak, shunga yaqin. Tom ma'noda shunaqa desa ham bo'ladi. Umumiy olganda. Bo'lmasam birgalikda Berlin shahrini kashf etishni va qimmatli ma'lumotlarni Germaniya hayoti asoschisi Behruziy akadan eshitishni boshlaymiz. Omadli sayohat ko'rsatuvi boshlandi. Ketdik. All my tears have been still on another
dahshat. All my O'zim buni tasavvur qilishdan dahshat narsa-da. Qara, men shunaqa o'ylayman, bu bombalar tushayotgan odam tushib ketgan, to'xtayapti. Nechta odamlar ota-onasi qolib ketgan. O'sha kunlarni mana shu atrofda maza qilib aylanib keyin aholi yashashi uchun qilingan. Aslida. Va qadriga yetishgan. Bu insoniyat o'zi bir ahmoqona, ba'zan o'ta buyukda. Uni qiladigan ishlari ba'zan juda ham kulgili-da. Mana bu go'zallik uchun yaratilganda, keyin bu endi aytamadim, men ichimda tasavvur qilaman. Sizlarga narsamanga o'tyapti hozir. Mana bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarini, mana bu yerda Fransiyani va pastroqda, birozgina pastroqda Angliya, o'sha Buyuk Britaniyani elchixonasi joylashgan. Bu o'sha tarixiy sabablarga ko'ra. O'sha Ikkinchi jahon urushi tugatilganda bular vaziyat yana qo'ldan chiqmasligi uchun Nazorat ushlash uchun. mana shu yerlarda keyinchalik ham elchixona bu juda ham simbolik ma'noga ega. Bu oddiygina lokatsiya emas. Va mana bu yer Brandenburg darvozasi keyinchalik Berlin 2 ga bo'lingandan keyin 30 yilga yaqin muddat davomida neytral zona bo'lib qolgan. Bu yerlarga odamlar o'tmagan, askarlar ham o'tishmagan. Bu yerni neytral zona qilamiz. Na Amerika qo'shinlari va na rus qo'shinlari kiradi. Chegaradek. Va 2 ga bo'lingandan keyin bu yerni hech kim qaramagan ham, bu yer 30 yilga yaqin muzlagan. Behruz aka, sal oldin mana bu yo'laklarga ham ta'rif berdingiz-da. Uni Neytral zona. To'g'ri deysiz. Neytral zona bo'lganligi uchun. Neytral zona bo'lgani uchun bu yerda qarang, mana binoning izlari yo'q. Mana orqada ham binoning izlari yo'q. Chunki bo'lib olingan. Hozir mana shu darvozaning qurilish tarixini sizlarga biroz aytib beramiz. Bu darvoza 1788-yilda qurilgan Prussiya qiroli tomonidan, to'g'rimi? Prussiya qiroli tomonidan qurilgan. Ha. Biz greklardanmiz, biz greklarmiz degan ma'noni bildirish uchun qurilgan va mana shu yerdagi arxitekturaga qarasangiz ham o'sha Afina grek me'morchiligidagi kolonnalardan foydalanilgan. Buni ma'nosi o'sha davrda greklar Yevropa madaniyatini belgilab beruvchi katta xalqlardan hisoblangan. Ularga taqlid qilingan. O'shanga taqlid qilingan. Keyinchalik esa o'sha jahon urushlari boshlanishidan oldin ham katta paradlar mana shu yerda o'tkazilgan. Mana shu yerdan hammasi boshlangan va mana shu yerda hammasi tugagan. Yaxshilik. Bu yer ham boshlanish, ham imtihon hududi desa ham bo'ladi. Tepadagi otlarni Aynan shuni so'ramoqchi edim. O'sha 4 ta ot va qo'lidagi qushni ma'nosi nima u? Buni ma'nosi bu tinchlik belgisi aslida. Ya'ni yana o'sha otlarga taqadigan bo'lsak, 4 ta ot bu o'sha Rim xudolariga taqlid qilib olingan va bu yerdagi 4 ta ot umuman mana shu haykalning og'irligi 50 tonna. Bittasi. Umumiy og'irligi 50 tonna. 50 tonna. Buni chiqarish uchun kranlardan foydalanishmagan, arqonlar bilan ko'tarib chiqarib qo'yishgan buni. Endi u davrda kranlar hali rivojlanmaganligi 50 tonna arqonlardan chiqarilgan. 50 tonna. Va bu Ikkinchi jahon urushida birozgina zarar ko'rgan. Zarar ko'rgandan keyin ma'lum qismlari restavratsiya qilingan. Ikkinchi jahon aynan 1939-yil va 1945-yillar davrida bu otlar bu tarafga qarab turgan. Mana shuni qiziqarli fakt deb aytsak bo'ladi. Nima uchun bu tomonga qarab turganda 45-yildan keyin bu yoqqa bunday o'girilgan? Nima uchun sababi? Sababi o'sha biz Yevropada hukmronlik qilamiz degan ma'noni berishgan. Bu o'shani belgisi hisoblangan. Bu otlar endi tinchlik emas, endi kuch ramzi. Biz endi bu yerda hukmronlik qilamiz degan ma'noni anglatish uchun xizmat qilgan. Urush tugagandan keyin yana asli holiga qaytarish uchun otlarni yo'nalishini yana bu ko'chaga qaratib qo'yishgan. Oldinlari, demak, bu yerdan mashinalar qatnovi bo'lgan. Mana rasmdan ko'rsa bo'ladi. Keyinchalik esa urush, Ikkinchi jahon urushi bo'lganidan keyin bu yer neytral zonaga aylantiriladi. Ya'ni hech kim o'tishi mumkin emas. Ya'ni bu hech kimga tegishli bo'lmagan hududga aylanib qoladi. Mana rasmlarni ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerga hech kim kirishi mumkin bo'lmagan. Biz hozir eshikni orqasida turibmiz. Lekin buni atrofida qarang, bitta ham bino yo'q. Bino yo'q, piyodalar qatnovi ham yo'q, mashinalar ham yo'q. Mana devor bilan o'rab olingan. Bu qancha vaqt davom etgan bu narsa? 30 yilga yaqin bu joy neytral bo'lib turgan. O'sha Germaniya birlashuvi bo'ladi-ku, 1989-yilda Berlin devorining qulashi. O'shandan keyin o'tib hamma yig'lab, demak 89-yildan buyon bu yer parcha uchun bemalol ochiq va Berlin devori umuman o'sha qurilgan davridan boshlab amal qilgan muddatigacha 200, adashmasam 200 dan ortiq odam o'lgan. Ya'ni devorni oshib o'tmoqchi bo'lishgan odamlar. Ularning ichida askarlar ham bor, bolalar bor, yosh kattalar bor.
va bu eslab qolingan. Tarix bunaqa narsalarni unutmaydi. Sababi bu bir davlatni ikkiga bo'lib yuborgan. To'g'ri, bu davlat ham boshqa davlatlarni ancha zarar keltirgan, lekin bir xalq ikki davlatga bo'linib ketgan. 3-oktyabr kuni Germaniya Deutsche Einheit deyishadi, ya'ni birlashish kunini rasmiy dam olish sifatida nishonlashadi. Har yili. Har yili bu rasmiy bayram. Qo'y. Hayratda qoldiryapsiz. Maslahatim kelinglar. Bizni bobolarimiz qayerlargacha kelganini va kimlar bilan urush qilganini va nima sababdan urush qilganini tirik ko'zlar bilan kelib ko'rgan ancha ma'qul. Sababi sizdan qoladigan uylar, siz quradigan uylar, siz oladigan mashinalarning egasi yo'q. Lekin tarixni bilib qo'ysa, albatta bolalarning tarbiyasiga ancha ta'sir qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Berlin yana o'ziga xos tarafi shundaki, Germaniya o'zi 16 ta Bundeslanddan tashkil topgan federatsiya hisoblanadi. O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, bizda masalan Buxoro, Samarqand, Xorazmda ham bitta yo'q qonun. Bundesland bu viloyat, to'g'ri? Viloyatdan kattaroq, okrugga ko'proq tushadi. Okrug yoki viloyatga ham tushirsak bo'ladi, lekin funksional jihatdan juda ham boshqacha. Masalan, Berlinda yakshanba kuni ham do'konlar ishlaydi. Lekin men yashaydigan Bundeslandda do'konlar yakshanba kuni yopiq. Yakshanba kuni nimadadir ehtiyojimiz bo'lib qolsa nima qilamiz? Sizda yana 6 kun bor. O'sha 6 kuningizni siz demak hamma ehtiyojlarni qondirib qo'yib, nemischa hisob-kitob bilan oldindan rejalashtirgan bo'lishingiz kerak. O'shaning uchun, nemischa hisob-kitob mana shundan kelib chiqqan ekan. To'g'ri. Masalan, Bavariya Bundeslandida o'sha juda ham ko'pchilik taniydigan Bavariya futbol klubi o'sha joylashgan Bundeslandni oladigan bo'lsanglar, u yerda do'konlar 20:00 da yopiladi. 8 dan keyin bo'ldi, do'konlar yopiq. Va shu uchun ham u yerda endi eng boy Bundeslandda, shu uchun ham ular 8 dan ishni tugatib uyga ketib olishadi. 8 dan keyin ko'ngilochar joylar, ko'ngilochar joylar, kafelar ochiq, lekin do'konlar yopiladi. G'oyib. Men yashaydigan joyda masalan 10 gacha ishlaydi. Shuning uchun ham Germaniya 16 ga bo'lingan va 16 xil qonunlar. 16 xil qonun. 16 xil qonun. Masalan, bu yerda siz qizil chiroqdan o'tib ketganingiz uchun 30 euro jarima to'lasangiz, boshqa joyda sizga bitta jarima bali qo'shib ham berishadi. Boshqa Bundeslandda. Hozir biz to'laymiz, to'lamaymiz yugurganimizga. Kimni ko'rib qolib yozib berganmiz, to'laymiz. Mana o'sha mashhur Berlinni fishkasi, ya'ni Parijning fishkasi Eyfel minorasi bo'lsa, Berlinning fishkasi mana shu teleminora. 368 metr. Qoyil. Va Berlin men o'rganishlarim bo'yicha Parijdan 9 barobar katta maydonga ega ekan. Va u kengayib boryapti. Bu Berlinliklar uyi deyiladi. Berliner Dom. Berlinliklar uyi. Nomi shunaqa. Nomi shunaqa. Keyin yana bitta zo'r gap bor. Germaniyada bitta narsaga ishonish mumkin bo'lmasa, bu Germaniyaning havosiga ishonmaydi. Lekin umuman olganda Yevropaga kirib kelganimizdan beri havo juda ham o'zgaruvchan. Sakrayveradi. Mana atrofni ham ko'ring. Kimdir masalan kaltaroq ishtonlarda yuribdi, kimdir kostyum kiyib olgan, kimdir kurtkada, kimdir etikda ham yuribdi hali ham. Shunaqa. Shuning uchun Yevropaning havosiga ishonmaydi. Agar siz ko'chib kelib Zo'r TVdagi omadli sayohat ko'rsatuvini mana shu yerda davom ettiraman, mana shu yerda yashab degan niyatingiz paydo bo'lib qolsa, siz o'zingizdan tashqari yana 16 ta odam bilan raqobatga kirishib, agar uni yutib chiqsangiz, uyga ega bo'lasiz. Yutib chiqish ehtimoli demak 16 ga bo'lib yuborasiz o'zingizning imkoni. Sababi Berlinda uy topish juda ham qiyin. Sababi Berlinda odam ko'p joyda pul ko'p. Pul ko'p joyda narsalar qimmatlab boraveradi. Qo'yil. Orqamizdagi mana bu teleminora Toshkentda ham bor, faqat kichkina varianti. Bu juda ham baland. Balandligi 300 metrdan ortiq. Buni ruslar aynan Amerika tarafga maqtanish uchun qurishgan. Ya'ni kapitalistik dunyoni sotsializm undan zo'rroq deyish uchun. Ya'ni bu Berlin narigi tarafidan va umuman Berlinning atrofidan juda ham zo'r ko'ringan. Buni asosiy maqsadi maqtanish uchun qurilgan. Maqtanish uchun bor yo'g'i. Qo'yil. Bu teleminoraning balandligi 368 metr. 1965-yilda qurilish boshlangan, 1969-yil 4 yil davomida qurilgan. Buni asosiy maqsadi ruslar, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi sotsializm kapitalizmdan zo'rroq. Shuning uchun biz mana shunaqa baland binolar quramiz deb 368 metr balandlikdagi teleminorani qurishgan. Endi bu o'sha davrning eng yaxshi namunalaridan bo'lgan. Eng yaxshi namunasi va bu faqatgina maqtanish uchun. Ko'ringlar, bizani rejimimiz kapitalizmdan zo'rroq deb qurilgan va keyinchalik bu Berlinni Eyfeliga aylangan. Top 10 taliga kiradi butun dunyoda. Yana bitta qiziq ma'lumot.
buni o'sha davrdagi nima deydi endi betonni boshqacha variant ishlatib ko'rilganda. Aha. Va shu uchun ham mana shu beton keyinchalik nemislarni arxitekturasida ko'p ishlatilish boshlangan. Bu Ya'ni juda ham mustahkam. chidamli, tez qotadi va zilzilaga juda ham chidamli. Mana ko'rgan bo'lsa, mana bitta bilsa bo'ladi. Mana bu taraf ham sobiq Sovet ittifoqi blokiga qaraydi. Chunki bu ham arxitekturasi o'sha Sovet modernizmi. Toshkentda ham Chilonzor, Xuddi shu Sirg'ali dahalarida bor-ku, eski qurilgan binolar. O'shani birga bir. O'sha Ikkinchi jahon urushi yakunlangandan keyin Berlinni 4 ga bo'lib olishadi. Keyinchalik g'arbdagi o'sha katta-katta davlatlar, bular o'sha Angliya yoki Buyuk Britaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari ular birlashib turib bitta blok qilishadi va bu taraf sobiq Sovet ittifoqiga qaragan. O'zi Yevroittifoqning asosiy maqsadi ham bu o'zaro urushmaslik. Chunki Yevropa juda katta urushlarni boshidan o'tkazdi. O'sha Birinchi jahon urushi ham Yevropada bo'lgan, Ikkinchi jahon urushi ham Yevropada bo'lgan. Va mayda-mayda 100 yillik urushlar, 30 yillik, 15 yillik urushlarning hammasi mana shu Yevropa hududida bo'lgan. Shuning uchun ham bular juda ko'p urushaverib, charchab, tushunib yetgan eng asosiy g'oyasi biz bitta ittifoqda, bitta davlatning ichida yashasak, urushmaymiz deb mana shu Yevropa ittifoqining asosiy g'oyasi. To'g'ri, bu yerda iqtisodiy va boshqa g'oyalar ham bor, lekin asosiy g'oyalardan biri bitta davlatda yashasak, kamroq urushamiz deb. G'oya. Yevroittifoq shu uchun ham shunaqa. Ya'ni bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tish uchun hech qanaqa chegara postlari mavjud emas. Majmuani albatta aytib keting. Ayting. Germaniyada 2035 dan ortiq shaharlar bor. 2035 dan ortiq shaharlar. Qo'y. Va bularning ichida Berlin o'zgacha vibe, o'zgacha atmosfera, o'zgacha aholiga ega bo'lgan davlat. Davlatchi desa ham bo'ladi. Ha, demak, Berlin bu Germaniya emas degan gapingizni isbot demoqchimisiz? Ya'ni nemislarning gapini aytib ketaman. Berlin ist nicht Deutschland deyishadi. Ya'ni Berlin Germaniya emas. Sababi bu yerning vibe, bu yerdagi madaniy muhit, bu yerdagi ilmiy muhit, turizm mana har qadamda va insoniyatni deyarli hamma turini ko'rsa bo'ladi bu yerda. Berlinni mana bu binolardan bittada ajratib olsa bo'ladi. Xo'sh. Sababi mana bunaqa Uslubiga qarab, a? Uslubiga qarab. Bu aynan ruslar qurgan binolar. Buni arxitekturasidan bittada Berlinning qaysi qismida turganimizni bilib olsak bo'ladi. Agar mana shunaqa Sovet modernizmi bo'lsa, demak biz o'sha sobiq Sovet ittifoqi boshqargan blok qismida turibmiz. Va Germaniyani bitta klassik standarti bor. Istalgan shahar cherkov atrofiga qurilgan. Xuddiki biz musulmonlarda masjid atrofida barcha qulayliklar bor. Sababi shundaki, oldin Yevropa o'ta dindor bo'lgan, Bu faqatgina Germaniya emas, istalgan Yevropa davlati dindor bo'lgan va o'sha qatl qilish marosimi, jinoyatchilarni jazolashni hammasi ibodatxonaning oldida o'tkazilgan. Shunday. Shu uchun ham o'sha cherkov yoki ibodatxonaning atrofiga shahar qurilib ketgan. Germaniyani markaziga kelmoqchi bo'lsangiz, istalgan shahar markaziga o'sha shahar nomi bilan Marktplatz deb yozilsa, Marktplatz. Amerika titr ham chiqib Nima degani u Marktplatz? Ya'ni o'sha markaziy qismiga olib boradi. Istalgan shahar, masalan, Berlin Marktplatz deb yozsangiz, sizni markazga olib boradi. Eslab qolamiz, Marktplatz. Marktplatz, istalgan shahar nomi va Marktplatz. U yerdan cherkov bor ekan. Men eng yaxshi ko'rgan mashina markasi BMW deb aytamiz biz yoki to'g'ri gapir deyshadi-da, BMW deb qo'yishadi. Aslida menimcha siz menga boshqacha qaradingiz. BMW to'g'ri. O'sha nemislarning aytishi bo'yicha BMW bu inglizcha aytilishi. Ya'ni nemislar Xato aytmadim. Yo'q, nemischasiga o'sha to'g'ri aytdingiz. BMW, ya'ni Bayerische Motorenwerke, ya'ni Bavariya motor zavodi. Demak, Bayerische Motorenwerke. Bavariya motor zavodi degan ekan. To'g'ri. Mana 7-sini yangi seriyasi chiqibdi. Bu eng oxirgi model. Eng oxirgisi. Gibrid. Uni bilmayman, men BMW muxlisi emasman. Yuring, men bu yerda opera aytilyapti. Yevropaning maqomi bu opera. Bizda maqom-ku? Maqom to'g'ri? Bizda maqom, biz maqomni eshitsak mazza qilamiz. Yevropaliklar opera eshitsa yig'lab, mazza qilib. Behruz aka bilasizmi, xuddiki
bugungi bo'layotgan festival, bayramlar, yo'llarning yopilishi, odamlarning gavjum bo'lishi xuddiki bizni Mana shu ko'rsatuv uchun mana qilingan. shu omadli sayohat uchun qilingandek go'yo. O'ylangan, mana opera. Yo'qolib qolish gap emas. Oho! Odam ko'pligiga qarang. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl. Behruz aka, siz menga butun Berlinni ko'rsatyapsiz, to'g'rimi? Lekin bizda shunaqangi imkoniyat borki, O'zbekiston Humo kartasi orqali hattoki Germaniyada, Yevropada ham bemalol biz xarid qilishimiz mumkin. Nima masalan? Nima masalan, hamma narsani. Bizga shunchaki Alipay ilovasi kerak bo'ladi. Va bir minutda olib keta olmayman. Xohlagan narsani olib, o'zbek so'midagi kartamizda bemalol xaridimizni amalga oshirsak bo'ladi. Umuman olganda hech qanday muammo bo'lmaydi. Pul almashtirish kerak, boshqa yoqqa yugurish kerak. Sizda bunaqa mayda pul bormi yoki kartangizda bormi degan muammo bo'lmaydi. Mana shuni yurmoqchiman men. Yuklab ketishga. Voy, ikkita Ikkita olasizmi? Mayli, bitta. Men hozir Berlinning afsonaviy Dem Rossmann savdo markazidaman. Bu univermarka 115 yildan oshgan. 1907-yilda ochilgan va hanuzgacha uslub hamda sifat Yevropaning shopping ramzi bo'lib qolmoqda. Tasavvur qiling, Behruz aka, bu zallardan necha avlod xaridorlari o'tgan, moda o'zgargan, davrlar almashgan, hatto shaharlarning ruhi ham yangilangan, ammo Dem Rossmann hamon Yevropaning eng nufuzli department storlaridan bo'lib qolmoqda. Oldin Yevropaga safar deyarli har doim valyuta almashtirish, naqd pul almashtirish doimiy xavotir bilan boshlangan. Kartam ishlaydimi? Mayda pul bormi? Bo'ladi. Qanday to'lov qila olaman? Hozir esa hammasi ancha osonlashgan va menimcha O'zbekistondan kelgan turistlar uchun eng yoqimli qulayliklardan biri oddiy Humo kartasi orqali Alipay Plus yordamida to'lov qilish imkoniyati. Hozir ham Alipay bilan to'lay olamizmi? Shunday. Xuddi o'sha oddiy Humo kartasi. Ketdi to'laymiz. Balansingiz so'mda qoladi, kartangiz Humo bo'lib qoladi, lekin u endi Berlinning o'zida ham ishlaydi. Va bu haqiqatdan juda qulay. Biz ham hozir mana shu xaridni tanladik va endi to'lov qanday amalga oshirilishini ko'rsatib o'tamiz. Ketdik ham. Kassaga yaqinlashamiz. Ilovamizni qanday ishlashini men ko'rsatib tushuntiraman, lekin nemis tilini bilmaganim uchun siz menga yordam berasiz. Okey, men pipilab turaymi unda? Hozir, urib oling. Qoyil. Endi to'laymiz. Alipay ilovasi bo'lishi kerak. Tushundim sizni. Xo'p. Aha. Ana, mana Alipay ilovasi. Bosamiz. Endi yaxshi. aytyapti, o'sha dasturni ochish kerak. Biz bank ilovasiga kirdik. Mana Alipay Plus bor. Ilovaga kirganimizda bosamiz. Agar QR kod chiqarib bersa, QR kodni biz skaner qilib olamiz. Agar u bizdan so'raydigan bo'lsa, bu yerda mana bizning QR kodimiz ham tayyor chiqib turadi. Bo'ldi. Hozir to'laymiz endi. To'laymiz endi. Qani QR kodni bosing. Xo'p, mana pip bilan. Ja, schon. Ja, schon. Danke. To'lov amalga oshmoqda. Hozir. Va nihoyat ishladi. Biz Alipay ilovasi orqali xaridimizni amalga oshirdik. Endi bilasizmi nima qilamiz? Siz Berlinda yashaysiz-ku? Bu menga ko'proq kerak bo'ladi. Bugun bizga bu shaharni kashf qilishda, chiroyli ma'lumotlarni yetkazishda, tarixiy manbalarga qayta nazar solishda menga hamroh bo'lgan Germaniya hayoti ijtimoiy tarmog'ining asoschisi Behruziga ham alohida rahmat aytmoqchiman. Ish yuzasidan ular biz bilan xayrlashishga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham ko'rsatuv yakunini o'zim olyapman va hamkorlarimizni ham birma-bir eslatib o'tmoqchiman. Sifatli parvoz, ishonchli va qulay xizmatlar uchun Centrum Air aviakompaniyasiga va bundan tashqari albatta Humo milliy to'lov tizimiga bugun bizga hamrohlik qilgan Behruziga alohida rahmat aytamiz. Biz keyingi manzillarda sizlar bilan albatta ko'rishamiz. Xayr.